Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu xunojinimizda abort holati kuzatildi. Abortni sabablari. Xunojinimiz yetarli darajada vazn olmasdan qochib qolgan. Shuni hisobiga bolani yaxshi yetiltira olmay abort holati kuzatildi. Mana buzog'imizni ichki organlarini ko'rib turibsizlar. Yaxshi yetilmagan. Şahları, sultanları etibarsiz dünyaya etibar etmeyin. Endi xunojinimizga kerakli lechinalarni qilib 2-3 kun davomida davolaymiz. Bu videoni mana shunday xunojin boqadigan akalarga jo'natib qo'ysak foydali bo'ladi. Videoga like bosing, obuna bo'lishni unutmang.